Birinchi navdagi holofayderni solganingiz yaxshi. Sintifon ham yaxshi. Sintifon faqat u tez yotib qolishi mumkin, holofayder esa yotmaydi. Mana bitta tomoniga xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin bitta tomoni ochiq qoladi. Buni ochib, ichiga holofayderni to'ldirib, paxta solish maslahat bermayman. Paxta solsangiz tappak bo'lib qoladi. Buning ichiga o'sha sintifon yoki holofayder solsangiz, mana xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Dumaloq, xurram yostiq deyiladi bizda. Mana 4 ta komplektimiz hozircha mana shu tayyor tikilgani. Tayyor qildik. Endi buning ichiga holofayder solamiz. Holofayderimiz mana bu holofayder. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Mana shu holofayderdan ichiga solib to'ldiramiz. Detta har bittasiga yarim kilodan holofayder ketadi. Bu birinchi navdagi holofayder. Holofayder solishdan oldin og'zini mana bu ikkinchi tomoniga ham ip o'tkazib olsangiz, solishingiz osonroq bo'ladi. Mana shu holofayderni titib solsangiz, ana podyomi ham baland yaxshi chiqadi. Keyin o'sha buni solib bo'lganingizdan keyin og'zini yaxshilab tortib boylaysiz. Solib bo'lgandan keyin mana og'zini yaxshilab tortib boyladik. Buni qayirib ichkarisiga kirgizib yuborasiz. Mana ikkita tomoni ham bir xil bo'ladi. Buni keyin o'sha mana solib bo'ldingiz, ikkita tomoni ham bir xil. Ichkari tomondan ikkinchi tomonini ham yaxshilab ushlab, orasini ochiq qoldirasiz-da ikkita tomondan. Yaxshilab ushlab, bir-biriga ozroq bunday aylantirib, bu yog'idan bu yog'iga, u tomondan bu tomoniga mana shunday zichlab tikib chiqishingiz kerak. Mana 4 ta xurram yostiqqa ham holofayder solib tayyorlab bo'ldik. Yoniga mana bunaqa yurakchali komplekt qildik. Juda ham chiroyli chiqdi ham. Buni tikish oson. O'zingiz xohlagan razmeringizga qarab bicha olaverasiz. Yonidan ozgina joy qoldirib holofayder solasiz.